Assalomu alaykum, hurmatli Registon kitob kanalining kuzatuvchilari. Xo'p, biz yangi loyiha boshladik. Ya'ni YouTube tarmog'i orqali o'qituvchilarimiz bilan endi doimiy podkastlar olib boramiz. Podkastimiz davomida siz o'qituvchilar bilan tanishib borasiz va ular sizga dars o'tish metodikalari bo'yicha va darslarni sifatli va tez o'rganish bo'yicha o'z tavsiyalarini berib boradilar. Nima uchun aynan YouTube tarmog'ini tanladik? Sababiki Telegram tarmog'ida ko'pchilikda video yuklaganimizda ko'chirib olishlarda yoki dars nima desam, videoni sifatida muammolar bo'lishni boshladi va Instagram tarmog'ida qo'yadigan bo'lsak, juda ko'pchilik Instagram tarmog'idan foydalanmas ekan. Va biz so'rovlar natijasi orqali YouTube tarmog'ida sifatli kontent qilish uchun va videolarimizni sifatli tomosha qilishingiz uchun biz YouTube'da o'z kontentlarimizni boshladik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasiz va bu kanalda endi xudo xolasa siz kutgandan-da ortiq bo'lgan videolarni chiqarishni boshlaymiz. Bunda biz boshladik. Xo'p, juda ko'pchilikdan savol tushadi. Biz o'qituvchilarga ham yoki mana bu kanalimizda kommentariyalarda ham yozishadi. Qanday qilib tillarni yoki boshqa fanlarni tez va juda sifatli o'rganish mumkin deb. Bu savolga juda ajoyib yechim bor. Ya'ni buni barchasi sizga bog'liq. Qanday qilib sizga bog'liq bo'lishi mumkin? Xo'p, tez va sifatli o'rganish mumkin. Xo'p, siz ayni damda maqsadni va rejani aniq qilib olishingiz kerak. Siz nima uchun bu fanni o'rganyapsiz yoki nima uchun bu tilni o'rganyapsiz? Sizda maqsad aniq bo'lishi kerak. Maqsadlar aniq bo'lgan joyda yo'llar ravon va tekis bo'ladi va siz hech qayerga og'ishmagan holatda yo'lingizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, maqsadingiz nima? O'qishga kirish uchunmi? Yoki dunyo kezish uchunmi? Yoki shunchaki yaxshi inson sifatida foydali, nima desam, foydangiz tegadigan bir inson bo'lmoqchimisiz? Aynan maqsadlarni to'g'ri qo'ya olish kerak. Ana o'shanda siz hech qayerga og'ishmasdan yo'lingizda davom etishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi sifatli ta'lim. Sifatli ta'lim nimaga bog'liq? Yana bir marta aytaman, bu maqsadga bog'liq. Maqsaddan og'ishmasangiz, sifatli ta'lim albatta bo'ladi. Ya'ni siz qachon dars qilishingiz kerak? Siz avval shuni yo'lga qo'ya olishingiz kerak. Qachon, nimaga va qaysi kuni va qaysi soatda vaqt ajratishingizni avval siz tanlab olishingiz kerak. Siz maktabga borasiz. Maktab darsliklarini obedgacha bo'lgan muhlatda o'qiysiz, ilm olasiz va tushdan keyin yoki obeddan keyin siz kelasiz o'quv markazlariga bilim olish uchun, ya'ni qo'shimcha to'garaklarga qatnashish uchun. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Men kun bo'yi dars qilaman va qachon men bu darslarga ulgurishim mumkin? Qachon dars qilishim kerak degan vazifa qo'yishadi o'zlariga yoki o'zlarini shunaqa savollar bilan qo'rqitishadi. Buni yechimi juda oddiy. Siz bir xatolik qilasiz. Nima bilasizmi? Doim kechga borgandan keyin, ya'ni sizni miyangiz charchaydi. Darslardan kun bo'yi, nima desam, og'ir programmalardan, dasturlardan sizni miyangiz charchaydi va siz kechga borib mana shu og'riqli miya bilan siz yana darsda o'tirasiz. Tasavvur qiling. 0,5 kolani bir stakanga qo'yamiz. Stakanni 0,5 kola bilan to'ldirgandan keyin u stakan to'ldi. Tasavvur qiling va siz uni ustiga yana suv quymoqchisiz. Yana 0,5 litrlik suv quymoqchisiz. Agar uni ustida suv quysangiz, o'sha kola tashqariga chiqib ketguncha, ya'ni siz solayotgan toza suv ichkariga qolishi uchun ichkaridagi kola tashqariga chiqib ketguncha bu jarayon davom etadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim nima uchun? Siz kechga kelib dars qilasiz, o'zi miyada bo'shliq yo'q, hamma narsa to'la ilm bilan va siz yana qo'shimcha dars qilaman deysiz, lekin miya qabul qilmaydi. Siz uchun bir ajoyib yechim bor. Xo'p, erta tong juda ko'pchiligimiz bilamiz. Bomdod mahali. Juda ko'pchilikni otasi, onasi, bobosi yoki buvisi ertalab bomdodga namozga turishadi. Aynan mana shu mahal sizni dars qilishingiz uchun juda foydali va sifatli bo'lishini ta'minlab beradigan mahaldir. Nima uchun? Chunki eshitganmiz hadislardan, bomdod mahali barcha joy tinchlik va osoyishtalik, toza havo va jannat eshiklari ochilgan bo'ladi. Nima uchunki jannat eshiklari ochilgan bo'ladi. Insonlar nimani so'rashsa, Xudoyim taolo o'sha kuni yoki o'sha bomdod mahalida aytilgan barcha narsani ijobat qiladi deyshadi. Demak, siz ham bomdod namoziga turganda yoki uydagilaringiz turg'izganda siz turib ular bilan birgalikda davom ettirishingiz kerak. Nimani? Ta'lim olishni. Ta'lim olish deganda qanday bo'ladi? Ertalab turdingiz, yuz qo'lingizni yuvdingiz. Bir xonaga yoki agar kun yaxshi bo'ladigan bo'lsa, havo tashqarida turib, toza havoni bahramand olgan holatda kitobingizni o'qing yoki darsingizni qiling. Ya'ni
oppoq qog'ozga siz noldan boshlab bilim yozishni boshlaysiz. Mana shu sizga eng foydali jihat bo'ladi. Biz bomdodda turib dars qilish haqida gapiryapmiz. Ertalab nima deydi? Ko'cha tilida aytadigan bo'lsak yoki ruschada aytadigan bo'lsak, sveji kallada dars qilish bu siz uchun juda foydali bo'ladi. Ya'ni siz mana shu misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, soat 6 dan to maktabga ketgunizgacha 8 gacha agar dars tayyorlaydigan bo'lsangiz, mana shu 2 soat sizga butun boshli 20 soatlik qiladigan ilm fanda sarflaydigan vaqtingizni mana shu 2 soat sizga sifatli ta'minlab bera oladi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, sifatli ta'limni rivojlantirish uchun yoki o'zingizda buni sinamoqchi bo'lsangiz, albatta ertalab turishni odat qilishingiz kerak. Ertalab turib badan tarbiya qilish yoki fan bilan shug'ullanish yoki ilm bilan shug'ullanish bu har qanday jihatlarga to'g'ri kelishi mumkin. Demak, suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak, bomdod namozida turish yoki bomdod mahalida turib dars qilish bu siz uchun eng yaxshi dars tayyorlash yechimlaridan biri bo'ladi. Sifat mana shunda juda zo'r bo'ladi. Va ikkinchisi, bir yaxshi nima desam, qonun qoida deymizmi yoki qoida qilishingiz kerak bo'ladigan bir yaxshi jihat bor. Demak, 3 omilga amal qilishingiz kerak. Birinchisi, avval siz harakat qiling va harakatdan keyin siz uydagilardan, ustozlaringizdan duoni oling. Alloh agar sizga bersa, uchinchisi natija bilan yakunlanadi. Demak, maqsad duo va natija. Sizdan birinchi harakat bo'lmasa, bu ikkalasi hech qachon natija bermay qolishi mumkin. Shuning uchun avvalambor barcha narsa boya aytganimdek, ya'ni boya videoni boshlayotganda barchasi o'zingizga bog'liq bo'ladi. Xo'p, dars qilish juda ko'pchilik 5 soatlab, 6 soatlab vaqtini sarflashadi dars qilish uchun. Nima uchun? Ya'ni ular to'g'ri reja asosida dars qilishmaydi. Ya'ni misol uchun bitta fanga 5 soat, 6 soatlab vaqtini ajratishadi. Ya'ni nima uchun? Bir dars tayyorlashadi. Dars tayyorlash boshlandi. Nimagadir chalg'ib qoladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, telefon. Bu hozirda juda ko'p o'quvchilarning nima desam, ilm olish kushandashi bo'lib turibdi. Juda ko'p muammolarning sababi ham shu telefon bo'lib turibdi. Xo'p, demak siz dars qilishni boshladingiz. Telefoningiz jiringlab qoldi, nimadir xabar kelib qoldi. Siz dars to'xtatib, miyani bo'lgan holatda, ya'ni axborot olish oqimini bo'lgan holatda siz boshqa axborotni qabul qilishni boshlaysiz va axborot oqimi sizning miyangizga chalkashib ketishni boshladi. Va keyingisi, siz dars tayyorlab turibsiz. Xo'p, ovqatga chaqirib qolishdi uydagilar. Misol uchun kechga bo'ladigan ovqat, kechki ovqatga yoki sizga kimnidir chaqirib kelishdi. Dugonangiz, sinfdoshingiz yoki ishingiz taqillab sizni so'rab kelishdi. Yoki umumiy holatda nimadir vazifa kelib qoladiki, siz mana shu olayotgan axborot oqimingizdan, ya'ni dars jarayonidan chalg'ib ishingizni qilib kelasiz. Va kelib yana shu joyidan boshlaysiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha darsni boshidan emas, to'xtab qolgan joyingizdan kelib boshlaysiz. Misol uchun kitob o'qiyapsiz. Kitobni o'sha joyini qallab ketasiz. Ya'ni qallab ketish degani o'sha burchakchasini doimiy o'zimiz bilamiz. Burchagini qallaysiz va ishingizni qilib bo'lganingizdan keyin 1 soat, 2 soat boringki, kun bo'yi kelganingizdan keyin o'sha kitobingizni aynan o'sha qallab qo'yilgan joydan boshlaysiz. Hech qachon boshidan boshlamaysiz. Demak, siz axborot olyapsiz va axborot olish mobaynida uning ichida boshqa axborotlar yozildi. Tasavvur qiling, hozir siz YouTubedan shu videoni ko'ryapsiz. Videoning ichidan ko'rayotgan payt ichida reklama chiqib qoldi. Uf dedingiz. Yana endi boshlanganda yana reklama chiqib qoldi. Uf dedingiz va sizni axborot olishingiz va bu videoga bo'lgan qiziqishingiz so'nishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi nima demoqchi bo'lganimni? Shuning uchun sizga maslahatim, dars qilmoqchi bo'ldingiz, rejani aniq qiling. Shu, misol uchun, ona tili fani dars tayyorlayman yoki mana shu kitobni o'qib chiqaman. Bo'ldi, 1 soat vaqt ajrating va hech narsaga chalg'imang. Alohida xonaga, hech kim yo'q xonaga bir o'ziz kirib darsingizni qiling. Boshqa axborot oqimlaridan o'zingizni cheklang. Mana shundagina sizda juda sifatli dars boshlanadi.